Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şahs zamirleri yani kishilik olmoshlarini kelishliklarda ko'rib chiqamiz. Turk tilida kishilik olmoshlari kelishliklarda qanday o'zgaradi va o'zi kishilik olmoshlari qaysi so'zlar ekanligini bilib olamiz. Qani ketdik. Dastlab bosh kelishlikdagi olmoshlar bilan tanishib olamiz. Bu kishilik olmoshlarining hech qanday qo'shimchasiz holati. O'zbek tilidagi men, sen, u, biz, siz, ular. Turk tilida qanday holatda bo'ladi? Demak, ban, men, e'tibor bering. Ban shaklida talaffuz qilamiz. San, sen, o, u. E'tibor bering. O deb yoziladi, lekin o deb talaffuz qilinadi. Biz, biz. E'tibor beramiz. O'zbek tilida biz deb aytamiz, lekin turklar bilasiz, ni alohida, ni alohida yozishadi va xuddi shunaqa talaffuz qilishadi. Ularda i yozilganmi, i deb talaffuz qilamiz, ya'ni biz. Demak, bu biz degani. Siz, siz, onlar, ular. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu demak kishilik olmoshlarini bosh shakli. Gaplar bilan misol keltirdik. Ben geldim. Men keldim. Sen geldin. Sen kelding. O geldi. U keldi. Biz geliyoruz. Biz kelyapmiz. Siz geliyorsunuz. Siz kelyapsiz. Onlar geliyorlar. Ular kelyaptilar. Bu birinchi kelishlik holatida kishilik olmoshlarini o'zgarishi edi. Endi esa qaratqich kelishiga, ya'ni o'zbek tilidagi ning qo'shimchasini turk tilidagi olmoshlariga qo'shib ko'ramiz. Bunda quyidagicha shakl hosil bo'ladi. Benim, mening, senin, sening, onun, uning, bizim, bizning, sizin, sizning, onların, ularning. Misol qilamiz birikma shaklida. Benim çantam, mening sumkam. Senin kitabın, senin kitobing. Onun abisi, uning akasi. Bizim okulumuz, bizning maktabimiz. Sizin arkadaşınız, sizning do'stingiz. Onların kedileri, ularning mushuklari. Demak, o'zbek tilida bo'lgani kabi ning qo'shimchasi o'zidan keyin egalikdagi biror so'zni olib keladi. Benim çantam, çanta, sumka, çantam m qo'shilganda esa sumkam. Va biz bundan keyingi qismda egaliklarni ham ko'ramiz. Qachon m, qachon im, qachon shaklida o'zgaradi. Ana shu qoidalarga ham to'xtalamiz. Hozircha esa benim, mening, sening, onun, uning, bizim, bizning, sizin, sizning, onların, ularning ekanligini anglab olaylik. Keyingisi bu tushum kelishiga o'zbek tilidagi ni qo'shimchasi turk tilida qanday holatda qo'shiladi? E'tibor beramiz, asosan i'dan foydalanildi, faqatgina o shaxsida udan foydalanildi. Ketdik. Demak, beni, meni, seni, onu, uni, bizi, bizni, sizi, sizni, onları, ularni. Beni gördü. O beni gördü. U meni ko'rdi. Seni gördü. U seni gördü. Yani u seni ko'rdi. Onu gördü. Uni ko'rdi. Bizi bekliyorlar. Bizni kutyaptilar. Sizi bekliyorlar. Sizni kutyaptilar. Onları bekliyorlar. Ularni kutyaptilar. Demak, turk tilida ni tushum kelishligini olgan olmoshlar beni, seni, onu, bizi, sizi, onları shaklida o'zgaradi. Keyingisi bu jo'nalish kelishiga o'zbek tilida ga qo'shimchasi, turk tilida esa a yoki e qo'shimchasini oladi. Ya'ni bana, sana, ona, bize, size, onlara. Bana, menga, sana, senga, ona, unga, bize, bizga, size, sizga, onlara, ularga. O bana söyledi. U menga gapirdi. O sana söyledi. U senga gapirdi. O ona söyledi. U unga gapirdi. Bize verdi. O bize verdi. O kitabı bize verdi. U kitobni bizga berdi. Size verdi. Sizga berdi. Onlara verdi. Ularga berdi.
Keyingi qo'shimchamiz da. Da kelishlik qo'shimchasi, ya'ni o'rinpay. Turk tilida da yoki de shaklida o'zgaradi. Banda, banda, menda, sanda, sanda, senda, onda, onda, unda, bizde, 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 sizde, 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 onlarda, onlarda, ularda, bende var, bende para var, mende pul bor, sende şans var, sende imkoniyat var, onda yetenek var, unda qobiliyat var, bizde para yok, bizde pul yok, sizde imkan yok, sizde imkoniyat yok, onlarda yetenek yok, ularda qobiliyat yok, bende, sende, onda, bizde, sizde, onlarda. Keyingi oxirgi kelishigimiz bu dan, chiqish kelishigi. Dan demak dan va den shaklida o'zgaradi. Bandan, mendan, sandan, sendan, ondan, undan, bizdan, bizdan, sizdan, sizdan, onlardan, onlardan, ulardan. Bu yerda ne tushib qolgan? Ulardan. Keyingisi bandan oldi, mendan oldi, sandan oldi, sendan oldi, ondan oldi, undan oldi, bizdan buyuk, bizdan katta, sizdan buyuk, sizdan katta, onlardan buyuk, ulardan katta. Demak, bu dan kelishigini olgan olmoshlar edi. Bandan, sandan, ondan, bizdan, sizdan, onlardan. Endi biz kelishliklarni ko'rib chiqdik. Ular yoniga shunchaki istalgan fe'lingizni qo'yib, siz endi gap tuzish imkoniyatiga egasiz. Kelishliklari mana bu jadval ko'rinishida ko'rib chiqaylik. E'tibor bering. Bosh kelishlik ben, sen, o, biz, siz, onlar. Qaratqich benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Tushum kelishigi beni, seni, onu, bizi, sizi, onlara. Jo'nalish kelishigi bana, sana, ona, bize, size, onlara. O'rinpay kelishigi bende, sende, onda, bizde, sizde, onlarda. Chiqish kelishigi benden, senden, ondan, bizdan, sizdan, onlardan shaklida aytiladi. Turk tilida kishilik olmoshlarni mana shu shaklda kelishliklarda ko'rganimizdan keyin quyidagi gaplarga diqqat qilamiz. Ben darsda uyuyorum. Ben darsda uyuyorum. Men darsda uxlayapman yoki uxlayman deyishimiz mumkin. Sen partiye geliyor musun? Sen partiye geliyor musun? Sen partiye ya'ni o'tirishga kelasanmi? Yoki ziyofatga. Benim kardeşim okulda okuyor. Benim kardeşim okulda okuyor. Mening ukam maktabda o'qiydi. Biz çarşıdan çıkıyoruz. Biz çarşıdan çıkıyoruz. Biz bozordan chiqyapmiz. Siz hastaneye gitmiyor musunuz? Siz hastaneye gitmiyor musunuz? Siz shifoxonaga ketmayapsizmi? Onlar çantayı satın alıyor. Onlar çantayı satın alıyor. Ular sumkani sotib olyapti. E'tibor beramiz, ushbu gapda kelishliklar bilan o'zgargan so'zlar bor. Biz hozir kelishliklar olmoshlarida ko'rdik. Ben, beni, benda, bandan deb. Bu yerda esa dars, darsda, parti, partiye, okul, okulda, çarşı, çarşıdan, hastane, hastaneye, çanta, çantayı shaklida kelishliklar bilan boshqa so'zlarimiz ham o'zgarmoqda. Va biz siz bilan bu so'zlarni kelishliklarda o'zgarishi va umuman kelishliklar darsini kelasi mavzuyimizda o'rganamiz. Bugun esa olmoshlar bilan kelishliklarni ko'rdik, chunki bu qism anchagina sodda, lekin kelishliklar o'ziga kirganimizda qo'shimchalar, tovush o'zgarishlariga uchrab ketadi. Keyingi darsda esa biz bularni ham ko'rib chiqamiz va bemalol sodda gaplar tuzish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.